Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda ishlab chiqaruvchi akalarimizda matraslarni narxlarni yoritib beramiz. Bu yerda 3 yildan tortib kerak bo'lsa 30 yil garantiya beriladigan matraslarni standart razmerda va albatta nostandart razmerlarda chiqarib, butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarda yetkazib berishyapti. Hozir har bittasini alohida narxlarni yoritib beramiz. Dastavkalari qayergacha, bir kunda nechta tayyorlab berishadi ustakalarimiz, hammasini yoritib beramiz. Sizlardan iltimos bittadan like bosib, gruppalarga, tanish bilishlarga jo'natib qo'ysalar, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Hozir esa ustakamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Ustaga yaxshimisiz? Sizmisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Xo'sh, qo'llang dard ko'rmasin. Xalqimizga juda ham kerakli bo'lgan matraslarni ishlab chiqarib yetkazib beryapsizlar ekan. Xo'sh, aka bitta jarayonni ko'rsatib beraylik. Qanday tayyorlanadi matraslarimiz? Xo'p, matrasimiz tayyorlanish jarayoniga keladigan bo'lsak, mana bu yoqda matrasimizni blogini to'qiydigan stanogimiz bor. Mana shu stanogimizdan matrasimiz karkas qismini ishlab chiqaramiz. Ya'ni stanok davomida bo'ladi. Ruchnoy narsani o'zi hamma narsa apparat davomida bo'ladi. Ya'ni bu yerda prujina to'qiydi, shunday emasmi? Bundan prujina to'qiladi. Bundan tashqari mana bu holatga keladi. Matrasimizning karkas qismi. Bu holatga keladi. Tushunarli. Bu haligi masalan 3 yildan 30 yilgacha deyapmiz. Nimasida farqida bo'ladi mana shu karkasda? Farqi aka prujinalar qatorida. Masalan, ko'rishingiz mumkin, ikkita prujina oraliq masofasi 4 sm bo'ladigan bo'lsa, bunimizda ikkita prujinamiz oraliq masofasi atiga 1,5 sm. 1,5 sm. Bitta ko'rsatib qo'ying, maylimi? Albatta. Xo'sh, mana bunikini ko'rib turibsizlar, 1,5 sm ko'rsatyapti. Mana bunisinikiga esa mana ko'rib turibsizlar 4 sm. Ya'ni shu zichligida farq bo'ladi, shunday bo'lsa. Tushunarli. Bundan keyingi jarayonchi? Bundan keyingi jarayon matrasimizga qoplama qoplaymiz. Ya'ni mana bu narsa. Mana bu holatda matrasimizni kovrolar bilan qoplab chiqamiz. Ortopedический deyiladi bu. Ortopedический variantda ikki tomoniga 2 qavatdan qoplama qoplaganmiz. Yoniga matrasimizni yoniga zet mahsulotdan foydalanganmiz. Qani bitta yotib ko'rsataylikchi. Bu ko'taraveradimi aka odamni? Ko'taradi bemalol. Tushunarli. Kim bundan keyingi jarayon ustakan? Bundan keyingi jarayon matrasimizda tik jarayoni bo'ladi. Mana bu yoqda matrasimiz qirog'iga kant qoplab chiqqanmiz. Kant, tabiiy o'sha mana bu stanogimiz, shivner stanogimiz yordamida matrasimiz qirog'iga kant qoplab chiqamiz. Qo'y, bir kunda nechta ishlab chiqarasizlar matrasni? Bir kunda 30 ta 40 tagacha ishlab chiqaramiz. Bir kunda-ya? Bir kunda. Qo'y. Значит, olib sotuvchi akalarimiz bemalol aloqaga chiqsa bo'laveradi. Tayyorlari ham bo'ladi aka. Standart razmerlarda. Tushunarli. Bular standartmi ustakan? Bular standart razmerlar. Bozordagi, shundaymi? Bozor ishlarimiz. Endi masalan bozorda 3 yil, 4 yil garantiya berib yuboramiz deyapti, chunki o'zlari ishlab chiqarmaydi. Sizlar qancha garantiya berishlari mumkin? Biz 3 yil kafolat beramiz, vesi 80 kilolik insonlar uchun. Masalan, bular dona be hisoblanadimi yo kvadrat bemi? Dona be hisoblanadi. 2 kishilik matraslarimiz razmerlari 1.70 ga 2.10, 1.70 ga 2.20, narxlari 780 ming. Donaga. Optimchilargacha. Optimchilarga yanada kelishilgan holatda qilib beramiz. Mebelchilar uchun ham. Ya'ni optimchi akalarimiz kamida 5 ta 10 ta olib sotuvchi akalarimiz, mebelchi akalarimiz bor. Ularga albatta narxi ancha tushib beriladi, lekin dona olganga akalarimiz to'g'ri tushunasizlar, narxi 780 ming so'm. Masalan, kamida nechta olsa vodiy bo'yicha dastavkasi tekin bo'ladi. Kamida 3 ta olsa vodiy bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Yetkazib beriladi. 2 kishiligini narxi edi, 1 kishiliginikichi. 1 kishilikka 400 ming so'mdan boshlanadi. 400 ming so'mdan boshlanadi donaga. Bir donasi. Optimga yana kelishtirib beriladi. Optimga yanada kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladi. Bularimiz o'sha standart razmerdagi matras edi. Undan tashqari akalarimizda nostandart deyiladi. Nostandart aytilgan razmerlarda tayyorlab bera olamiz. Bularda garantiyasi qancha beriladi ustaga? Bular garantiyasi 4 yildan 8 yilgacha kafolat beramiz. 8 yilgacha. Ya'ni mana shu matrasimizni oladigan bo'lsak, Hop. Ikkala tomoni ham ishlatsa bo'laveradimi? Ikkala tomondan foydalansa bo'ladi. Ya'ni bir oyda almashtirib bir oyda ikkinchi tomonni ag'darib turadi. Xo'sh, masalan 4 yillik matrasimizni kvadrati qanchadan boshlanadi? 25 dollardan boshlanadi. 1 kvadrat metr 25 dollar. 6 yil garantiyasi boricha. 6 yil garantiyasi ikkala tomondan foydalansa bo'ladi. Kvadrati 30 dollardan. 30 dollardan. Hali 38 dollarligimiz qanaqa? 38 dollarligimiz mana shu ko'rinishda tayyor bo'ladi. Materiallar hab materialli bo'ladi. Terlatmaydigan, havo o'tkazuvchi materialli bo'ladi. Shu ortopedический variantda eng full variantda mahsulot ishlatilinadi. O'sha 8 yil 10 yil garantiya beraverasiz usta. 8 yil matrasimiz kafolat beramiz. 15 yil beminnat xizmat qilib beradi xolos. Berishaveradi. Ya'ni ko'rib turibsizlar, 10 yilgacha bemalol garantiya beradigan matraslar. Xo'sh, ustaga bunimiz qayerga ketayotgandi? Bu Toshkent shahriga bir banisadan buyurtma olganmiz. Chiroyli holatda tayyorlab berdik. 28 ta buyurtma berishgan. Tushunarli. Ya'ni klinikalar ham bemalol aloqaga chiqsa, optim ishlarda, ya'ni banisalarga undan tashqari bir dona olsang tayyorlab bera olamiz. Bu qanaqangi variantda bo'ldi ustaga? Bularimiz donasini 530 mingdan qilib berdik, matrasni 2 tomonlamali qilib berdik. Ikkala tomondan foydalansa bo'ladi. Foydalansa bo'laveradi. To'lovlar qanaqa bo'ladi ustaga? To'lovlar yarmini zakla tashib berishdi. Hozir matras yuklab berib yuboramiz. Mashinasi ham keldi, tashqarida turibdi. Yuklayib bo'lganimizdan keyin pulni tushirib berishadi, olib ketishaveradi. Tushunarli. Keyin ustaga sizda eshitishim bo'yicha 30 yilgacha garantiya berilgan matraslar ham ishlab chiqarasiz ekan. Matraslarimiz bor. Nima deb nomladi? Ularimiz anatomik matraslarimiz bo'ladi. 8 yildan 30-35 yilgacha xizmat qiladi. Ularni ham zakazga qarab tayyorlab beramiz. Narxlari 190 dollardan 450 dollargacha bor. Donasimi, kvadratimi?
Bir donasi 2 Bir kishiligi. donasi. Ha, 2 kishilik. Xolasa 1 kishilik ham tayyorlab Bir berasiz? kishiga ham tayyorlab 1 beraveramiz. kishilik ham tayyorlab berasiz. Ya'ni ortopedический matras va anatomический. Ikki xil holatda matraslarimiz bor. Ortopedический, anatomический. Tushunarli. Xo'sh, endi usta aka masalan vohadan 20 ta 20 ta standart olaman desa, Hop. dastavkasi qanday bo'ladi usta aka? Dastavkasi kelishilingan holda bo'ladi. Ya'ni Vodiydan shofyorlarda tashqari holatda. Aha, kelishib va arzon narxlarda yetkazib Kelishtirib berishar beramiz. ekan. Tushunarli. Qadrdonlar, mana Alloh qodir qancha ma'lumotni berdik, matraslarning farqini aytib berdik, narxlarini aytib berdik. Faqatgina sizlardan iltimos shu pastda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasiz. Iloji boricha bittadan laykni bosib, ko'proq gruppalarga, tanish bilishlarga tarqatib qo'ysalar, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Manzilimiz o'sha. Manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, Dehqonobod Kominterndan bo'lyapti.